bir chimdim o'tga otini berib ketdi. Gazlama voqeasidan keyin Marfga qarab yo'l oldik. Anchadan beri u tomonlarga bormagandik. Marf go'zal go'shalardan. Odamlari ixlosli, ilmga chanqoq. Halitdan ilmda dong'i taralayotgan buyuklar chiqyapti u yerdan. Tuprog'i unumdor, bog'lari serhosil, havosi toza. 4 fasl ham namoyon bo'ladigan makonlardan. Oti yo'lga yaramay qolgani sabab Abdulloh bozordan qimmat bahoga bitta tulpor oldi. Yo'lga tushdik. Safar asnosida dam olish vaqtlari har doimgidek menga go'zal qissalardan aytib berardi. Ulovga jabr bo'lmasin deb orada piyoda ham yurardik. Bu gal ham go'zal qissa so'zladi. Abdussalom safarda yaxshi hamrohing bo'lishi, yo'l mashaqqatidan xalos bo'lding degani. Bu haqda bir qissa ham bor. Zarur ish bilan bir yigit qishloqdan olis shaharga yo'lga otlanibdi. Biroz yurgach, oldidan keksa, ammo qaddi tik, shijoatli inson chiqibdi. U ham qayergadir dadil qadam tashlab ketib borarkan. Salom beribdi. U kishi esa alik olibdi. Borar manzili bittaligini bilgach, sevinib yigitga shunday debdi: "O'g'lim, seni uchratganimga Xudoga shukr. Endi bir-birimizni ko'tarib, manzilga tezda yetib olamiz." Yigit o'yga tolibdi. Cholni ko'tarishi mumkin, ammo keksa kishi uni qanday ko'tarsin? Shu tariqa ular birga namozlar o'qibdi, go'zal suhbatlar quribdi, birga taomlanibdi, o'zaro yordamlashib, yo'l mashaqqatini yengibdi. Tezda shaharga yetib olishibdi. Xayrlasharkan keksa kishi yigitga qarab: "O'g'lim, bir-birimizni ko'tarib borarkanmiz-da deganimda o'ylanib qolganding. Safarga chiqdik. Seni boshliq tayinladik. Tahorat suvlar tayyorlading, joy namozlarni olib yurding, taomlar pishirding. Men bo'lsam hayot tajribalarimni bo'lishdim. Shu tariqa mana manzildamiz." Aytgan gapimning ma'nosi bu edi. Otangga ming rahmat. Tarbiya ko'rgan odam ekansan. Sen tufayli mashaqqat sezmadim debdi. Qissani eshitarkanman Abdullohning safardagi hamrohligi haqida o'ylardim. U birovga yukini tashlamas. Hamsafarlarining yo'ldagi ehtiyojlarini qoplar. Oti xasta bo'lsa, boshqa ot olib berar. Sog'lig'i yomonlashsa, tabib chaqirar. Xullas, xarajatli ishlardan tortib, qo'riqchilikkacha zimmasiga olardi. Insonlar butun umrining Abdullohning bir kunidek bo'lishini, uningdek yashashni istardi. Xayolga berilib, Abdullohning nafl namoz o'qiyotganini sezmay qolibman. Qarasam, oti ko'rinmaydi. Bog'lamasdan ibodat boshlagan ekan. Izladim, topolmay xunobim oshdi. Ziyraklik qilmaganimdan, yaxshi hamroh emasligimdan o'zimni qoyirdim. Otni bir bedazordan tutdim. Payxon qilib, o'tlab yurgan ekan. Egasini topib, rozilik so'rab turganimda Abdulloh keldi. Vaziyatni anglagach, uzr so'rab, otni o'tloqning egasiga berib ketdi. Bu ishdan keyin o'zimni ming qoyidim. Abdulloh bir muddat piyoda yurdi. Meni otdan tushirmagani battar xijolatimga sabab bo'ldi. O'lganim yaxshi edi, deb o'yladim o'zimga o'zim. Yaxshiki oldimizdan bozor chiqib qoldi. Bitta ot sotib olib, yo'limizda davom etdik. Uzun sukutdan keyin u gap boshladi. Shubhali bir aqchani qaytarib bermog'im minglarcha tanga sadaqa qilmog'imdan afsaldir. Otim uning ham o'tini yedi, ham poymol qildi. Dili og'ridi. Badaliga ulovimni berdim. Xudoga shukr, ustozlarimiz bizlarni shunday tarbiya qildi. Kelajak avlodimiz ham o'zgalarning haqqidan qo'rqadigan, haq egasini rozi qiladigan, o'ziniki bo'lmagan narsalarga ko'z olaytirmaydigan, egasi ko'rmadi-ku deb birovning mulkiga, yeriga, uloviga, biror asbob anjomiga zarar bergan bo'lsa ham qochib ketmaydigan bo'lsin. Aks holda jamiyat tanazzulga uchrab, ne shirkatlar yopilib, ne tijoratlar kasodga uchraydi. Qancha qarindoshlik, do'stlik aloqalari uzilib, ijtimoiy munosabatlarga dars ketadi. Sen o'zingni ayblama. Hamma narsada hikmat bor. Har ishda xayr bor. Safar ham mashaqqat, ham sarguzasht degani. Ko'zlarimgacha chang to'lgan bo'lsa ham, yo'l qiyinchiliklari
obdon charchatsa ham bo'lgan voqea va eshitganlarim hamda uning so'zlaridan ko'nglim yorishdi. Xursandligimdan Marfga borganimda muhtoj kishilarga hadyalar berishga ahd qildim.